Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, hurmatli do'stlar. Ijtimoiy tarmoqlar orqali xabarlaring bor. TikToker Aziz ba'zi bir nomaqbul gaplarni gapirganidan so'ng butun qirg'izistonlik do'stlarimizdan uzr so'rab chiqqandi. Hozirda mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali mana shu tarqalgan videolarga Zahiriddin Mansur o'zini e'tirozli videolarini joylabdilar. Hozir biz birgalikda mana shu videoni birgalikda sizlar bilan ko'rib tanishib chiqamiz va ijtimoiy tarmoqlardan olingan ba'zi bir videolar bor, ularni ham sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Albatta biz qirg'izistonlik do'stlarimizni yaxshi ko'ramiz, sevamiz, ardoqlaymiz va ba'zi bir gapirilgan noo'rin gaplar uchun biz ham mana shu do'stlarimizdan uzr so'rab qolamiz. Men bugun bir yomon bir narsani eshitib qoldim. Aziz degan bir bloger bor ekan, bir ahmoq, bu alkashmi, bir nashavand, faqat kayf ko'radigan bir eshak. Xudo biladi. Qimorbozmi? Xullas kalom, qirg'iz xalqi haqida yomon bir gaplarni gapirdi. Aziz, men mana shu Qirg'iziston vakiliman. Qirg'izistonda tug'ilganman. Sen meni davlatim haqida, mamlakatim haqida mana shu narsani gapirding. Birinchidan, senga o'xshagan qo'g'irchoq eshaklarni biz hunarlarini bilamiz. Ya'ni sen bu o'zingning gaping emasdir balkim. Chunki oxirgi paytda ko'z tegmasin, o'zbek-qirg'iz do'stligi juda ham mustahkamlashib boryapti. Ko'z tegmasin. Lekin shunaqa deymiz, baribir senga o'xshagan itlardan foydalanib, o'sha mana shunday birdamlikka hasad qiladigan, ichi qora bo'lgan uchinchi bir taraf ham bor-da. Sendaqalarni o'sha qo'g'irchoqlarni o'ynatishadi. Ya'ni qolaversa, bunaqa iblislarga nima uchun ba'zi blogerlar ham jim turishdi? Nimaga indamayapsizlar? Bu shu ikki elning orasiga nifoq solishlik uchun chiqarilayotgan bitta navbatdagi hunar-ku bu. Nima uchun bunaqa ahmoqlar ichib olib, keyin ertaga kechirim so'rar, boshqa bo'lar. Lekin mana shunaqa narsa tilidan chiqargan nima uchun sizlar yopishtirmaysizlar joyida? Yana qaytaraman. Sen bu ikki elning orasiga nifoq solaman deb urinmagan yoki seni boshqalar ham urinmasin. Hech qachon bu ish bo'lmaydi. Bu do'stlik inshaalloh abadiy bo'ladi. Seni bu o'rniga ichib olib kayfda gapirgan gaplaring, boshqa gaplaring o'zi bir shamoldagi narsa. Lekin men iloyim bu eski gap bo'lsin, bu uzrdan so'rab chiqqan bo'lsin deb qayta qarasam, adashmasam yaqin kunlarda, shu kunlarda bo'lgan voqea bu. Sen aziz eshak, uzringni so'raysan. Agar uzr so'ramaydigan bo'lsang, mana shu ahmoqligingda davom etadigan bo'lsang, unda albatta senga tegishli chora ko'rilishini, butun bir davlat miqyosida chora ko'rilishini kutamiz va buni talab qilamiz. Assalomu alaykum, aziz dindoshlar. Men bugun bir yomon bir narsani eshitib qoldim. Aziz degan bir bloger bor ekan, bir ahmoq, bu alkashmi, bir nashavand, faqat kayf ko'radigan bir eshak. Xudo biladi. Qimorbozmi? Xullas kalom, qirg'iz xalqi haqida yomon bir gaplarni gapirdi. O eshak, Aziz, men mana shu Qirg'iziston vakiliman. Qirg'izistonda tug'ilganman. Sen meni davlatim haqida, mamlakatim haqida mana shu narsani gapirding. Birinchidan, senga o'xshagan qo'g'irchoq eshaklarni biz hunarlarini bilamiz. Ya'ni sen bu o'zingning gaping emasdir balkim. Chunki oxirgi paytda ko'z tegmasin, o'zbek-qirg'iz do'stligi juda ham mustahkamlashib boryapti. Ko'z tegmasin. Lekin shunaqa deymiz, baribir senga o'xshagan itlardan foydalanib, o'sha mana shunday birdamlikka hasad qiladigan, ichi qora bo'lgan uchinchi bir taraf ham bor-da. Sendaqalarni o'sha qo'g'irchoqlarni o'ynatishadi. Ya'ni oradagi do'stingni buzaman deb. Lekin xomtama bo'lma. Sen ham, seni sheriklaring ham, seni o'sha o'zingning xudolaring ham, ya'ni boshliqlaring ham xomtama bo'lishmasin. Chunki bu rishtaga inshaalloh hech kim bir qoralikni sololmaydi. Chunki bu azaldan bu ikki el do'st bo'lib kelgan. Sen eshak o'zingcha kim chiqolaydi debsa, mana men chiqaman. Men Toshkentda yashayman. Qirg'izistonda ham yashayman. Masalan, men hozir Qirg'izistondaman, Qorasuvda, ertaga Toshkentda, indin yana boshqa joyda bo'lishim mumkin. Sen so'rab ola olsang, qo'lingdan keladigan bo'lsa, mana mendan so'rab olgin. Qirg'iziston vakilidan. Sen meni davlatimga, mamlakatimga gap qilsan, men sug'urib olaman tilingni. Agar sen meni ro'param keladigan bo'lsang. Qolaversa, bunaqa iblislarga nima uchun ba'zi blogerlar ham jim turishdi? Nimaga indamayapsizlar? Bu shu ikki elning orasiga nifoq solishlik uchun chiqarilayotgan bitta navbatdagi hunar-ku bu. Nima uchun bunaqa ahmoqlar ichib olib, keyin ertaga kechirim so'rar, boshqa bo'lar. Lekin mana shunaqa narsa tilidan chiqargan nima uchun sizlar yopishtirmaysizlar joyida?
Ana shu adashmasam o'sha Eshak Azizning yonida ham yana boshqa blogerlar bor. Sardormidi, yana kimlar bor atrofida. Men adashmasam endi bularni kuzatmayman. Bir ko'rinib qoladi, xohlamasang ham o'sha internetlarda. Mana shu itlarga nima uchun blogerlar sen eshak nima deyapsan sen deb joyida bosib qo'ymaysizlar. Nima haqqi bor buni bir davlatga shunday gapirishlikka yoki bir millatning ustidan shunday gapirishlikka? Men hech qachon bu narsaga yo'l qo'ymayman. Senga ham, boshqa kattasiga ham, sendan kattalariga. Yana qaytaraman. Sen bu ikki elning orasiga nifoq solaman deb urinmagan yoki seni boshqalar ham urinmasin. Hech qachon bu ish bo'lmaydi. Bu do'stlik inshaalloh abadiy bo'ladi. Seni bu valigi ichib olib kayfda gapirgan gaplaring, boshqa gaplaring o'zi bir shamoldek narsa. Lekin men iloyim bu eski gap bo'lsin, bu uzr so'rab chiqqan bo'lsin deb qayta qarasam, adashmasam yaqin kunlarda, shu kunlarda bo'lgan voqea bu. Sen aziz eshak, uzringni so'raysan. Men mana shu Qirg'iziston davlatining bir fuqarosi sifatida men sendan talab qilaman. Uzr so'raysan, shu yeb qo'ygan ahmoqliging, axlatingga uzr so'raysan, astoydil uzr so'raysan, tiz cho'kib uzr so'raysan. Mana shu narsani men ko'raman. Agar uzr so'ramaydigan bo'lsang, mana shu ahmoqligingda davom etadigan bo'lsang, unda albatta senga tegishli chora ko'rilishini, butun bir davlat miqyosida chora ko'rilishini kutamiz va buni talab qilamiz. Menimcha ish bungacha bormasdan sen o'z uzringni so'rab, qaytib bu ahmoqlikka yo'l qo'ymaslikka balkim qasamyod qilarsan. Bu kunni biz kutamiz. Sen va senga o'xshagan mana shunday ahmoqlarga meni tavsiyam va meni talabim deymizmi? Shuki qaytib bunaqa ahmoqlikka yo'l qo'yma. Sen ham boshqasi ham. Hech qachon qaysi millat bo'lsan qat'iy nazar ikki elni, ikki millatni orasiga sen nifoq solaman deb urinmagan. Mana shunday adovat urug'larini sochaman deb hech qachon hamtamam bo'lmagan. Inshaalloh sen va sen kabi iblislar bu niyatlarga yeta olmaysizlar. Bu elni, bu qirg'iz va o'zbek elining do'stligi abadiy inshaalloh. Assalomu alaykum aziz dindoshlar, barchalaringiz sog'lommisiz? Kecha bir millat haqida fikrlarimni aytgan edim. Alhamdulillah 95% insonlar ijobiy baholashgan. Ya'ni o'sha millatchini qoralashgan. Lekin guruch kurmaysiz bo'lmas ekan, uni yonini olganlar ham bo'lgan. Sening nima ishing bor, mening nima ishim bor degan odamlar. Yo'q, adashasiz. Millatchiga mana bunday panja ortidan qarash kerak emas. Ularni albatta nazoratingizga olishingiz kerak. Kerak bo'lsa qoralashingiz kerak va ularga chora ko'rilishini so'rashingiz kerak bo'ladi. Chunki nafaqat O'zbekiston, Qirg'iziston davlati millatchilarni yoqlamaydi, ularni qoralaydi, ularga chora ko'radi, balki shariatimiz ham millatchilarga qarshidir. Demak, millatchilarga bizning oramizda o'rin yo'q ekanligini tushuntirib qo'yishimiz hammamizning burchimiz bo'ladi. Alloh taolo ana shunday jirkanch kimsalarga, millatchilarga o'zi kifoya qilsin. Yer yuzidagi ikkita eng harami iflos insonlar kim deb so'rasalaring, ikkalasini ham aytaman. Bu birinchisi hammamizga ma'lumki halol daromad Zaynab. Achkichani yechamiz, sipochani yoqamiz. Pulingizni Alloh yo'lida islom qonun qoidalariga itoat qilgan holda biz bilan ko'paytiring. 1 million so'm tiking, 15 million so'm daromad qiling. Quyidagi silka orqali biz bilan bog'laning. Hammasi ishonchli islom qonun qoidalariga itoat qilgan holda pulingizni ko'paytirib beramiz. Momangiznikini ko'paytirib berasiz do'stlar. Juda ham achinarli holat. Bunga ishonadigan sodda xalqim borligi hali ham 500 ming so'm tikargansiz 15 million qilamiz deydi. Paqillatib, uxlatib ketadi do'stlar. Kecha o'zimcha yozib ko'rdim. Bular o'zi botlari bor ekan, lichkalarda yozmas ekan. Botlarda halol sertifikatlarigacha tashab qo'yibdi. Shunaqa bir islom analari deganmi, bir nimalar deganman qo'yib qo'yaman. Mencha tushunishga aqlim yetmadi bularni. Shunchalik bu fake'ligidan. Ikkinchisini topgan bo'lsalaring kerak do'stlar. Ana shularning kanalda arzimagan 50 ming so'm, 100 ming so'm evaziga vatandoshlarni sotayotgan noinsoblar do'stlar. Ya'ni qanday qilib men Aida orqali, men Zaynab daromad orqali pulimni 10 barobar ko'paytirdim. Rahmat Zaynab qizim. Ruschalarga, ya noinsoblar, o'zbek shular, musofirda yurgan o'zbeklar, balki O'zbekistonda yurgan. Qachongacha shularga ishonamiz? Hech biriga ishonmanglar. deya xalq dardi bilan yashayotgan Javohir Hasanovga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Like bossalaring, undan ham xursand bo'laman. Yaqinlarga yuborib iltimos ishonmanglar. Ishonmanglar, bunga achinib ketyapman. Sodda bo'lsa mayli o'ziga deb keta olmayapman do'stlar. Ishonmanglar. Shu 500 ming so'm, 100 ming so'm, 1 million so'm oilangizning rizqi, ishonmanglar. Pulingizni biz bilan ko'paytiring. Hammasi Alloh yo'lida. Sadoqatli do'stlarimiz sizlarga yordam berishadi. Momangiznikini yeysiz. Repertuarida bugungi ko'rsatuvimizda Javohir Hasanov.
hozir bu yerda bir gap aytib o'tilyaptiki, ya'niki man palonchini so'kkan edim, o'zi boshqalarni so'kmagan edim deyilyapti. Bu yerda palonchini so'kish ham mumkin emas, po'kinchini so'kish ham mumkin emas. Qanaqangi muammolar bo'lsa, birovni onasini, otasini, oilasini, farzandlarini, undan tashqari millatini so'kish mumkin emas. Muammolarni keyin ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqib, ommani oldida urush, janjal, to'polonlar qilish emas. Mana shu muammoli bo'layotgan ishlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali hal qilish imkoniyati bo'layotgan bo'lsa, uni chiroyli gaplar bilan gapirib ham to'g'rilasa bo'ladi. Lekin afsus, ba'zi bir do'stlarimiz agressivlikka va mana shu so'kinilsa, haqorat qilsa, unga juda ham ko'plagan insonlar e'tiborini qaratishini va undan tashqari obunachilarni ko'proq yig'ilishini bilganligi uchun ba'zi bir ishlarga qo'l urishyapti. Albatta do'stlar, bunaqangi xatoni qilmang. Chunki bu xatoni ortidan keyinchalik o'zingiz ham afsuslanib qolasiz. Chunki ertaga yoshingiz katta bo'ladi, farzandlaringiz ulg'ayadi, ularni turmushga berasiz, yo bo'lmasam o'g'lingizni uylaysiz. Ertaga otang mana shunaqangi qiliqlarni qilgan ekan degan tamg'a bo'lib qolishi mumkin. Shu narsalarni o'ylab, ijtimoiy tarmoqlar orqali qilinayotgan har bir ishni o'zingiz mulohaza qiling.